Toshkentda noni qattiq, lekin juda ham shirin jigarlar. Hey! Toshkentga kelganimga necha yil bo'ldi? Sanoqli yillar bo'lmadi, anchagina yil bo'ldi jigarlar. Bu yoqqa kelib qancha natijalar qildim. Buning uchun Toshkent senga rahmat. Toshkentliklar quruq deydi. Quruq emas jigarlar. Osilib kelib olib, bu yoqda 1-2 yil bo'lib, o'zidan Toshkentlikni yo'q olgan, la quruq jigarlar. Toshkentliklar chestli bo'ladi. Xuddi 70-75 ga o'xshab. Jigarlar, bir narsa aytmoqchiman. Bir vaqtlar onajonim mendan beziroq bittasini uyga sovchilikka borgandi. O'shanda onamni oldini qaytarishgan. Men xabarim bo'lmagan, onam u qizga sovchilikka borayotganidan. Men onamni urishib berganman. Ona bekor qilibsiz. Men erkak kishiman, men yigit kishiman. Men oldimni qaytarib qo'ydingiz. Mendan biroq so'ramabsiz-da. Onajonim deganman-da, ko'zimda yosh bilan. O'sha vaqt bizani uy oddiy loy tom edi. Biza mol qo'ydi, cho'ponlikka suyanib yashardik-da. Uyimizda hech kim davlat ishida ishlamasdi. Hech kim o'qimagan. Men ajralib chiqdim. Meniki oddiy O'zbekiston, O'rta Osiyo taniydigan yigitman. Alhamdulillah, Allohga shukr. Bu gapim shu sovchi jo'natgan yigitlarni kissasini kovlab ko'radigan bir ikkitalarga tegishli bo'ladi. Yigitni borki, qaddi urib tursa, uni haqiqiy mujik bo'lib tursa, u pul topadi. Pul qo'lda kirib, pul keladi mehnat qilsa. Yigit kishini oldini qaytarmaylar. Onajon, siz yig'lamang, o'g'ri kazzoblar yig'lasin, onajonim. O'sha Gold aytgan gap. Gold bekorga bu gapni aytmagan. Gold 100% mana shu gapni to'g'ri aytgan. Onajon, siz yig'lamang, o'g'ri kazzoblar yig'lasin. Biz sizga shunaqangi sharoit qilib beramiz, onajonlarimiz. Haqiqiy mujiklar. Sizlar mazza qilib, duo qilib, bag'ri olib, faqat yuzlaringizda kulgi bo'lsa bo'ldi. Jigarlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Onajonlar uchun yurakdan qizartirib qo'yinglar. Haqiqiy mujiklar davrani hech qachon bermaydi. Kazalar,